O'zbekistonda chiqadigan eng qimmat sovun zavodiga kelib qolamiz. O'zbek Ingushetiyani zabt etmoqda. Nech pul bilan boshladingiz shu ishni? 6 ta nolli sifralar bilan boshlangan o'sha davrlarda. Turkiyadan yoki Xitoydan qattandir kelayotgan brendlardan 1 gram kam joyi yo'q deb o'ylayman. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kutsa nima? Bu milliy mahsulot. Sifati shunga javob beradi. Hozir Fabien tashkilotiga tashrif buyurdik, ofisdamiz. Bu yerda shu katta kompaniyani ish yurituvchi rahbari. Endi investorligi bor, lekin bu kishi o'sha biznesda ham sheriklar adashmasam, ham yurg'izuvchi inson, to'g'rimi? Tashrif buyurdik. Hozir ofisda Fabien va uni ikkita ish yurituvchi rahbarlari haqida gaplashamiz. Juda qiziq voqea, shuning uchun ikkita rahbar. O'zi bitta qozonda ikkita qo'chqorni kallasi hech qachon qaynamagan, tem bo'lib u qo'chqorlar o'zbek bo'lsa, hech qachon qaynamagan, u qozon adarilib ketgan. Lekin nimagadir bu qozonda ikkita cho'tki qo'chqorni kallasi qaynab pishyapti. Yo'q, bitta kalla bu 1, ikkita kalla 11 deganlari, menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Hozir bu odamlar bilan tanishib olamiz. Fabien kompaniyasi O'zbekka 2 yil avval a'zo bo'lishgan. 8 oy oldin Germaniya va Chexiyaga tashrif buyurishdi. Undan keyin boshqa delegatsiyalarimiz ham qatnashdi. O'zbekning eng zo'r eksportyorlaridan biri. Hozir ularning zavodligiga borishdan oldin ular bilan tanishib olamiz. Bu kishi Fabienning rahbari Abdulloh. Bu kishi esa Fabienda pul ishlariga, ya'ni kassa, chorniy kassa, buxgalter, xullas hamma pulli mavzularga javobgar inson Abror. Xo'p, nega ikkita qo'chqor billa hali ham qaynayapsizlar? Qanaqa qilib mana shuni sirni ko'pchilik biznes boshlaydi-da, 3-4 oy bor, ana 1 yil bor, 2 yilda bir-biri bilan ajralib, urushib, dabdala qilib bankrot bo'lib qochib ketadi. Yoki bittasi keyingisini uxlatib qochib ketadi. Sizlar qanaqa qilib necha yildan beri birgasizlar? Biza bog'chadan keyin maktab. Billa. Bitta sinf. Litseyda ham ajralmadinglar. Yo'q, maktabgacha bitirgungacha billa bo'lgan. 11gacha. Shu faqat opa-singillar olmadik bo'ldi. Qolgan hamma narsada billa bo'lib kelgan. Institutda ham billa o'qidinglar. Institut alohida. Ha, institut alohida. Ha, alohida. Billa uylandinglar. 1 yil farq bo'ladi. Ha. Sal shoshib qo'ydi-da bu. Ha. Bo'lmasa opa-singil bo'lardi. Shunaqa, bu oldinroq uylandi. O'shandan beri billamiz, endi ko'pchilik bo'lgan rahbarlarimiz, asoschimiz borlar bizada. Bu Fabienni asos solgan odam Abdurashid aka. Kattamiz, ham bizani ustozimiz. O'sha odam bu yerga asos soldilar. Abdurashid akam 2009-yildan boshlab bu korxonani O'zbekistonga sekin-sekin olib kirishni boshlaganlar, mahsulotini. Undan oldin sotganmilar? Undan oldin Turkiyada bo'lganda, Turkiyadan olib kelib bu yoqqa sotishni boshlagan. Ha, demak, Abdurashid aka necha yili Turkiyadan olib kelib sotib yurganlar sovun shampunlarni, Fabienni. Bozor o'rgatganlar, mijozlar yo'lga qo'yganlar, tarqatish, distributsiya yo'lga qo'yib taxlab olganlardan keyin qarasalar bu narsani chiqarsa ham bo'lar ekan. Chiqarsa ham foydasi ko'proq qolar ekan. Shunaqa. O'shaning uchun shu 2010-11 nari berisda o'sha yerdan turklarga kinna solganlar-da. Zavodini brend, texnologiya bilan deganlar, sotib olib kelingan. Ha, tiktugi bilan sotib olgan. Tiktugi bilan sotib olingan. 2012-yil Fabien korxonasiga bu yerda asos solingan, brendlari patentlangan. O'shandan beri shu kungacha o'nqir-cho'nqirlar, juda katta jamoa bo'lgan. Saralanib sekin-sekin mana shu kungacha xalqqa xizmatida kelyapmiz. Qo'y. Xudo xolasa mana bu yil 12 yil, 13-yilga qarab ketyapmiz-da. Tashkil topganimizdan hisoblasak. Ha, Fabien kirgandan boshlasak, o'sha bir 15 yil bo'lib qoldi o'sha. Xo'p, asosan B2B klient shu o'zingizlar mana shu ofisdan sotasizlarmi? Yo anaqa distributor tarqatadigan bolalar bormi? Yo har bitta viloyatda filialinglar bormi? Qanaqa ishlaysizlar sistema? Bizada shaharda dealersda yo'lga qo'yganmiz. Bitta odam bizadan oladi.
o'zi ham shaharga sotadi, ham viloyatlarga sotadi. Bitta odam. Viloyatda o'zini savdo tochkalarini qo'yish, diler olish, hammasi uni muammosi. Sizlarning problemangiz. Bizning muammo emas. Eksport bilan shaxsan o'zimiz shug'ullanamiz. Klientlarni borib tanlash, yurish, mana bu ko'proq yurishni yaxshi ko'radi. Sayohat. Sayohatni yaxshi ko'radi. Men bilan shu doim billalar. Xuddi shunaqa. O'shanga bu borib ko'rib, mana bu tayin ekan, pulini olsa bo'ladi degan fikr kelsa, izlanib, o'rganib, yo'q, sizlarning darsingiz bo'yicha olib ketilaveradi-da. Qolay. Shunaqa kelyapmiz. Eksport общий ishlab chiqargan hajmidan necha foizini tashkil qiladi? Hozirgi kungacha 50% ga kelib qoldik. 50 bo'ldi. Sekin-sekin. Xudo xolisa ani quvvatli klient ko'ndirsanglar, o'sha 60-70% ga chiqib olamiz. Xudo xolisa. Shuni harakat etamiz. Kecha mana bizga Ruminiyadan birinchi klient keldi-da. Bolgariyaga oldin sotganmiz. Ruminiyaga hech sotmagan edik. U keldi, sirazi 60% to'lab yubordi. Qo'yib qoldim men dedim. Tajribam yana oshibdi, demak, o'sha vahsha odam bemalol ko'ndirish qiyin-da 60%. Shunaqa qildikki, shunaqa kutib oldikki, hali o'zi bilmay qoldi qanaqa to'lab qo'ygan. O'shani aytmoqman. Ketgunicha to'lab qo'ydi. Keyingi rejalar aka xuddi shu 70 ga 30 naborot qilish. Teskarisiga o'tkazib. Bundan boshqa ketmoqchisizlar. Endi zo'r. Xo'p, nega qirg'izga, tojiga sotmayapsizlar? Mana boya aytdingiz. Yo'q, qirg'iz, tojiklarga bor, nisbatan kamroq. O'tlarga nisbatan fura darajasida emas. Melki объем. Melki opt. Asosan ular sal arzonroq narsa so'rashadi. Biza endi arzonroq emas, ko'proq premium sifatroq qilishga harakat qilamiz. Xo'p, shuning uchun Rossiyada mana 7 ta hududga bo'linganda, sizlar faqat Kavkazga beryapsizlar. Eng arzon hudud. Yana qayerga? Yo'q, Moskvani o'ziga ham beramiz. Beryapsizlarmi? Peterga ham Fura beramiz. darajasida. Furada. Peterga ham beramiz. Xo'p, Yekaterinburg, Ural. Yekaterinburgga yo'q, hozir Sibir, Novosibirsk. Biza Kavkaz bo'yi deydimi, ana Boltiq bo'yi deydimi, o'sha taraflar ko'proq. Bu yoqlarga endi o'zi qo'ygan bitta maqsadimiz hozir kattarog'i, bitta setimiz bor. Shu bilan kattaroq do'gur qo'yamiz. Agar o'shalar bilan ishimiz pishsa, o'sha hamma atrof deydi, butun region bo'ldi hisobda. Chunki u setda o'sha hamma regionda joyi bor. Ichki distributsiya, u ham realizatsiya. Ichki distributsiyamiz bizada hozir o'sha realizatsiyadan chiqib boryapmiz. Katta ob'yomda realizatsiya chiqarib ishlaganmiz har doim. Lekin yig'ib olish, etikni yig'ib olish deydi-yu, u juda qiyin bo'layotgani uchun lutchi ob'yom darajasi undan ko'ra saqal sotuv masalasi deylik, kamroq bo'lsin, uni naqd bo'lsin. Shu etapga o'tib oldik. Hozir distributoringiz tarqatadi, pulni o'zingiz yig'asizmi? Yo'q, mendan pul to'lab olib chiqib ketadi. O'zi distributoringiz boyidi siz bilan birga. Endi o'sha pulni yana sizga beryapti. Xuddi shunaqa. Boyitib bar pul olib qo'ydinglar. Xarajatsiz harakat nolga teng deydi-ku. To'g'ri. O'shaning uchun o'ziga tiktiryapmiz. Hozir mana krizisga davrida, krizisga yaqin turibmiz-da. Shunaqa paytda nima choralar qo'lladinglar yoki qo'llamoqchisizlar? Men bergan tavsiyalardan tashqari. Krizis masalasida hozir endi xudo xolisa joy unaqa bilinmadi. Hali ta'sir qilmadi sizlarga. Hali ta'sir qilayotgani yo'q. Endi anu tepada yurtboshlarning gap bor, bizani aylanib o'tadi degan. O'shani umididamiz. Shuni chora tadbiri deganda asosan eksportda yangi yo'nalishlarni topish. Ichki bozor emasda, ya'ni boshqa eksportdan paydo bo'lib qoladi degan chuqurlar deysiz. O'shalarni o'rnini qayerda chuqur paydo bo'lyapti, shuni o'rganyapmiz. Chuqur qidirish kerak. Chuqur qidiryapmiz. To'ldirib naqd pulni olib. Arxeologik harakatlar deydi-yu. Qidiruvlar. Kimda kim Rossiyada, MDHda, Dubayda, butun dunyoda yashayotgan o'zbeklar agar Fabienne mahsulotlarini o'sha o'zingiz davlatingizga olib kirib sotmoqchi bo'lsangiz, o'zbek bo'lganligingiz uchun yoki o'sha O'rta Osiyolik Turkiston millatlarini har qanday qozoq, qirg'iz, tojik, turkman, tatar, turk kim bo'lishidan qat'iy nazar bemalol Abror akaga yoki Abdulla akaga aloqaga chiqsanglar, mana shu videomizni tagiga yozsanglar yoki Fabienga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. Faqat YouTube'dagi videoingiz orqali chiqdim desanglar, qo'shimcha skidka qilib berishadi. Bir fura olsanglar. Xo'p, mana Turkiyani brendlari bor, to'g'rimi? Opka bozorning eng katta qismini egallab olgan. Ular bilan qanaqa raqobat qilyapsizlar? Sizlar o'zi qaysi kategoriyadasizlar? S, B, A? Hop, biz O'zbekistonning ichida ishlab chiqaruvchilarning ichida eng qimmat narxdagi sovun biz. Sovunlarimizning narxi darajasi. Endi biz qo'ygan narximiz o'sha chetdan keladiganlarning narxiga taqqoslab qo'yganmiz. Biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ko'tsa nima qilibdi?
Bu milliy mahsulot. Sifati shunga javob beradi. To'g'ri. Xo'ami. O'zing solishtirib ko'r ishlatib deydi-yu. Shunaqa qilganmiz. Endi bir xilla bu Turkiyaniki deb o'zi Made in Turkiya azaliy qimmat degan bu tushuncha-ku, u narsalar yo'q. Nimaga yo'q? Odamlar o'sha naglas tanyapti-da. Turkiyami, u Italiyami, boshqami o'sha qanaqa yaxshimi yomonligini biladi. To'g'ri. Shaxsiy brend qilmagansizlar hali, to'g'ri? Yo'q. Hali uni foydasini ko'rmadingiz. Yo'q, faqat eshityapmiz shu. Hozircha Men o'zim mana o'sha shaxsiy brendni foydasidan eng kami bir 30x qildim-da 3 yilda. Ya'ni korxonani prosta shaxsiy brend ta'sirida 30 baravar kuchayib ketildi. Agar sizlar ham o'zingizlarning mahsulotinglarni eksportini hoziroq yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun 3 kunlik Export Pro kursini tashkil qilganmiz. Nima uchun 3 kun deydigan bo'lsangiz, 3 kunning ichida 3 ta muhim mavzuni o'rgatamiz. Ya'ni eksportini nimadan boshlashni bilmayotganlar uchun zo'r imkoniyat. Birinchi kuni o'zingiz chiqarayotgan yoki mahsulot yoki xizmatingizni qo'shni davlatlarda yoki Rossiyada yoki dunyo bozorida talab bormi yo'qmi? U talabni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Raqiblarni qanaqa analiz qilish mumkin? Qo'shni bozorlarni qanaqa qilib tahlil qilish yo'llarini o'rgatamiz. Ikkinchi kuni esa qo'shni davlatlar va Rossiyadan qanaqa qilib mijozlar topish yo'llarini o'rgatamiz. 10 dan ortiq sinalgan usullarni bilib olasizlar. Uchinchi kuni esa topilgan mijozlarni qanaqa qilib ko'ndirish, ular bilan uzoq vaqt davomida qayta ularga sotuvni amalga oshirishni sinalgan tajribalarini bo'lishamiz. Agar siz mana shu 3 kunlik Export Pro kursimizni o'qimoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz, agar siz vaqtingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, xodimlaringizni ham yoki yaqinlaringizni o'qitish orqali keyin ular bilan birgalikda mahsulotlaringizni bemalol eksportga yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Ushbu kursimiz 3 kun davom etadi, qisqa vaqt bo'ladi, intensiv amalga oshiriladi. O'zingiz yoki xodimlaringiz yoki birgalashib ham o'qisanglar bo'ladi. Kursimizni oxirigacha o'qib tugatganingizda eksport bo'limini patkilovchi tashkil qilishni yo'llarini o'rganib olasiz. Kursimizda ishtirok etish uchun YouTube'dagi videomizni tagida izohlarda havola qoldirganmiz. O'sha havolaga bosib, telefon raqamingizni qoldirsanglar, menejerlarimiz aloqaga chiqishadi. Aziz do'stlar, Fabien zavodiga tashrif buyurdik. Juda katta ekan, hali kengaytirsanglar ham bo'lar ekan. Necha gektar bu? Bu 70 sotuv. 1 gektar yozgina plus minus. Qoyil, ata gektar deb ko'raman. Maslahatlaringiz bilan gektarlashtiramiz. Bo'ldi. Zo'r. Birinchi mahsulotingizni ko'rsating, qani. Nima bu? Yuragimiz, sovunimiz. Birinchi boshlaganingiz shu. Birinchi shu sovunimiz. Ana bizani zo'r ekan. Mehr qo'yganimiz, tub qo'yib palay yozishimizga sabab bo'lgan narsa. Sovunlar. Vazelli sovun. Xuddi shunaqa. Bu kremli sovun. Kremli. Manba. Bu kir sovun, xozmiylar deb aytamiz. Qo'yib. Bu prochpyatin, отбеливающий degan. Buni birinchi chiqarmagansiz, to'g'rimi? Yo'q. Prosta assortimentga qilib qo'ygansiz. Bu kelgan assortiment manba ketma-ket chiqqan holat. Zo'r. Narsalar chiqqan. Boshidan nomi Fabien bo'lgan, Boshidan nomi Fabien bo'lgan. Demak, brendingizni biznes bilan baravar ochib, patentlab, nomni shu chiroyli qilib, brend buklar qildirib, shu bo'yicha ketyapsiz. Mana qarayapman, brend bukdan chiqib ketilmagan. Xuddi shunaqa. To'g'ri? Urug'u Fabienga berib borilgan. Xo'p, mana bular menimcha import qilib sotasizlar. Italiyadan keladi. Bu mahsulotlar Italiyadan olib kelib sotasizlar. Olib kelib sotamiz. Importdan bor. Ba'zi birlarini shu yerda qo'yamiz. Uje. Sababi mamlakat taralar va boshqa taralarni o'zimiz chiqaramiz. Zo'r. Bular lekin keladi, to'g'rimi? Keladi. Bularni assortimentda bir to'la tarqatasizlar-da. Importdan bor. Qaysi biri zo'r ketsa, sekin производство yo'lga qo'yiladi. Xuddi o'zi. Zo'r. Oldin topib ko'ramiz. Eng zo'ri, oldin o'zingizlar olib kelib sotib ko'ringlar, azgina, to'g'rimi? Maslahat. Yurib ketsa, zo'r ketganlarini keyin chiqarsa bo'ladi. Talabga qarab pul chiqiladi. Mana boshlayotgan odamlarga nech pul bilan boshladingiz shu ish? Hammaga shu qiziq xalqga. Yoki bu 6 ta nollik sifralar bilan boshlangan o'sha davrlarda. Boshidan sirasi. Boshidan. Nega u apparatlar qimmat turmaydi-ku, so'ng apparat. Fabienni biz asli 100 ming turadi-da. Asli Fabien. Turkiyadan. Nomi, zavodi, seryosi, texnologiyalari bilan sotib olib kelib, bankrot bo'lgan zavodni shuni sotib olib kelib yurib turgan zavod olganmiz. Normalniy pulga tushgan ekan. O'shaning uchun boshida katta pul chiqqan. Aziz do'stlar, mayli birovlarning brendini yomonlash emas yoki tanqid qilish emas, boshqa brend nomini aytmaymiz, lekin Turkiyadan yoki Xitoydan qattandir kelayotgan brendlardan
1 gram kam joyi yo'q deb o'ylayman. Chunki o'ylaydi, Fabien degan zavod kecha Istanbulda ishlab turuvdi-da. Abdullo akam o'tgan kuni o'sha ishlab turuvdi. Kecha bordilar-da, pulini sanab, shu 6 ta nolli sifrani sanab, sotib olib, texnologlari bilan, ishchilari bilan olib kelib, o'rnatib ishga tushirib yubordilar. Bu degani Turkiyani suvini, shampuni, kraskasi qanaqa bo'lsa, 1 gram kam joyi yo'q degan. Bo'lsa ortig'i bilan. Ha, bo'lsa ortig'i bor. Bu yoq- Abdullo hid kelyapti. Zo'r hid. Nima chiqaryapsiz betsa? Soch kraska. Soch kraska? Soch U ham kraska. shunaqa zo'r hidi Aynan. bo'ladimi? Endi ayol kishiga yoqish kerak-ku. Atar ham qo'shib yuborasizlar-da. O'zini aromatli. Bu- Bu sashet. Qayerda chiqadi bu? Bu o'zingizlar Turkiya chiqarasizlar? barodni ichini Ichini- o'zimiz qorib, hozir solganmiz. Ha, lekin u ham Italiyadan keladi, to'g'ri? O'zi kelardi, hozir qoryapmiz Ha, o'zi. hozir qoryapsizlar. Ha. Xo'p, retsept italyaniki. Resept Ichidagi xomash yo'li ham chet eldan Hamma keladi. narsa italyaniki. Hatto ustidagi ko'pga ham. Voy. Chunki buni ichi alyuminli qobiq. O'zbekistonda buni chiqarishmayapti. Birinchi bo'lib sizlar qildinglar. Ayollarning soch kraskasi. Ayollarning soch Nima kraskasi. rang bu? Bir. Bu aka bir o'zini Qora rang. price katalogi bor. Qora bo'ladi. Keyin bular rangga chatishtirish mumkin. Bu kraska. Mana ham ikkinchisi. Оборудование qattiq оборудование. Turkiyaniki bu оборудование. Turetskiy ekan, Turkiyaniki, ha. Siemens ekan elektronikalar. Voy. Mana bunisi italyaniki. Mana nari solinish jarayoni. Bu, Büyük kraskani sovatdi, dozirovka manbeti, tezligi ham. Bu italyan оборудование. Bu, Ha. zo'r. Sensorli ekan. Sonini ham beradi, Bu menimcha. ham manbetda son beradi, bu faqat o'zi to'g'irlab beryapti. Ha, bitta 500 tomondan solish kerak faqat. Ha. Bitta tomondan solish kerak, chunki naryoqda bitta tomondan yopiladi. Bo'l. Bu yoq o'ng beradi. Ketdi. Mana bu qoradigan qozon. Bu, demak, xomashyo birinchi unga tushadi. Xuddi Mikser yo'qmi? Mana shu mikser. Ha, o'zi Qozonni mikser. O'zi mikser, o'zi gradus, hamma narsasi. Tayyorlab olasizlar, Tayyor qilib. bochkaga solib, keyin uni olib kelib, Buni tepasida joyi bor. ha, tepasidan quyasizlar. Quyib qo'yamiz. Keyin bu ichiga solib chiqaveradi. fasovka ketaveradi bu yoqqa. Zo'r, zo'r. Pollarni ham rosa mehr bergan ekansizlar. Zo'r, balandligi ne sizga kerakmi? Kecha tashqi borganingiz yaxshi emas. Yo'q, bu atila baland bo'lgan, bizga havo sirkulyatsiyasi birinchidan. Bu Hid, hammadan havo, suvli chiqib chiqishi, оборудование. Ventilyatsiya yo'q, Yo'q, ventilyatsiyalari yo'q. Kerak emas Hamma ham. forchka. Bizga Yo'q, baland. bizga kerak emas. Bu Ketdi. aka ikkita tetdi. Xom tayyor xomashyo. Bizni Shotdozda skalatga olib bormagan holatda klientlarga ortib borgan. Mashtozda. Ha. Skat ne kerak unda? Skalat xomashyoni notayyor mahsulotlar, siryo upakovkalarda. Tayyor Aslida mahsulot Shotdozda. Timi mashtdan ketadi. Xuddi Ha, yetimi, yarim tayyor mahsul, xomashyo, aksessuar, Alohida upakovkalar turibdi. olib turadi. bu yoq. Zo'r. Yoqmaydiganini olib tashlashyaptimi? Ko'zga yoqmagan. Vaholanki Ha, ozgina. saqal, ha. Ya'ni ozgina chetida qiyshig'i bo'lsa ham o'sha olib tashlashyapti. Mana sifat. Bekorga bular Italiyadan mutaxassis olib kelmagan. Fabien sovunlarni bemalol ishlatsa bo'lar ekan. Cho'ti menimcha men ham o'sha Fabienga o'taman. O'z maqsad ham shu edi, hozir shu Xo'p, sizga sizga savol, nimaga oq sovun, bundoq rangli qilib, chiroyli qilsanglar bo'lmaydimi? Hop, oppoq qilishdan maqsad. Ha. Mana bizani siryo. Ha, Snow White deyiladi. Snow White. Sifatni bildirishli maqsadda. Mhm. Import bo'layotgan mollar asosan bo'yalgan bo'ladi. Nega? Nima siryo ishlatganini yopish uchun bo'ladi. Arzonroq xomashyodan chiqarib oling. Endi shunaqa deb gumon qilmaymiz, uni shunaqaroq deydi-yu. Demak, aziz do'stlar, sizlar sovun olganingizda rangli, har xil chiroyligini tanlaysizlarmi? Yo, original oq rangliginimi? Asl Demak, rangi. siz taklif qilyapsiz, tabiiy, Oq rang. tabiiyga yaqin bo'lgan oq rangli sovunni tanlanglar deyaptilar. Tavsiya Fabiendan. Men ham bugundan boshlab e'tibor qilaman. Biz ham bu hidni parfyum ishlatishga harakat qilamiz. Ani pritorniy bo'lmasligiga Sepadigan. imkon qadar mana Burunga qattiq urib yubormasin. Bilmadingiz, burunga urib yubormasligini. Allergik ko'proq tarafdor. emas. Ha, shuni tarafdorimiz. Sizlar qanaqa sovun tanlaysizlar? Oddiy, sodda oq sovunlarnimi yoki rangli, hidli, chiroyli bezatilgan sovunlarnimi? O'zi sovun tanlayotganda eng ahamiyat beradigan joyi men o'sha boyaga yetgan odamning qo'lida ishlaganimda yetardi. Sovunni suvga qo'yganda derdi, 1 soatdan keyin qaragin derdi, yorilib ketadi derdi. Ha, yorildimi u sovun odam bo'lmaydi derdi. Demak, sizlarga sovun tanlash bo'yicha master class sovunni tanlamoqchi bo'lsanglar, olib suvga qo'yasizlar. Suvda agar u bir pasdan keyin quritganingizda yorilib ketmasa, u yaxshiroq sovun bo'ladi. Mana Magic. Italyanskiy оборудование. Ha, buni ham Italiyadan olib keldinglar. Italiyadan olib keldim. Mashine e stampi per materie plastiche. O'rta Osiyoda bitta. Yo'q, Bu оборудование yo'q.
Zo'r ekan-a? Ha, bu Qancha birak chiqadi? birak unaqa ko'p chiqmaydi. Chiqmaydi. Svet o'chib yonmasa. Ha. Buni qizib olish, ichidagini chiqarib olib vaqt ketadi. 300 Tezligi qanaqa? ming dona oyiga. Oyiga 350 ming dona. Ha, 350 ming dona chiqadi. Vobshe zo'r. Ha. Bu Demak, birinchi bosqich. Birinchi Biz mana bosqich. bu idishlarni mashitda quyamiz. Quyamiz. Shampun, keyin o'sha boyiga Nimaga to'g'ri quyadigan hamma idishlaringlar. 1 litrga Shirma plastik stanogi deb nomlanadi. Выдувной deyiladi. O'sha o'zbekcha shirma stanogi. Xo'p, nima siri ishlatyapsiz buni? Sho'rtan? Sho'rton. Sho'rtanni. Polietilen. Bu оборудование chok bo'lmaydi. Blow molding. Chok bo'lmaydi. O'shani uchun bitta. Mana boyiga Tegida bor ekan-ku, tegida. Bu yoqda bo'lmaydi, to'g'rimi? bitta shu mashhur o'ziga shu. Qo'yil. Italiyada qanaqa chiqarsa, bu yerda ham xuddi shunaqa chiqaryaptilar. Zo'r stanok ekan, menga ham yoqdi. Iz bermas ekan, o'yinchoqi ham zo'r ekan. Butun o'yinchoqlar. O'zi biza tashqariga idish sotishga mo'ljallangan. Boya aytdingiz-ku, ne bo'lingan. Ha. Har bir bo'kis o'zini tirikchiligini o'zi qilish kerak. Xo'p, bu endi mana o'yinchoq stanokda qopqonni ham chiqarsa bo'ladi. Xuddi o'zi. Bittada nechta tushadi? Bittada bu nechtali? Bu To'rttali 6tali, ekan-a? 4tali, 8tali, har xil qolipga qarab. Nechta davlatga va qaysi davlatlarga eksport Biz qilyapsiz? asosan qilayotganimiz bivshiy SNG deymiz. Oldingi. MDH davlatlariga. MDH davlatlariga. Asosan idishni qozoqqa ham qilamiz. Idishni o'zini eksport. STM zakasi beryapti. Yo'q, bo'sh idishni ham olib ketyapti. Qozoqlar. Ha. Uni qayerda bozor sotyapsizlarmi, bu yerdanmi? Shu yerdan sotyapmiz, o'zi olib chiqib ketyapti. Hop, qayerdan topdingiz? Ili klient sizni qayerdan Klient topdi? internetdan bizga mana bu idishingni o'zini ham sotasanmi deb chiqishgan saytimizdan. Veb-saytga. Ha, biz idish chiqaramiz degandan keyin. Demak, veb-saytda foydasini ko'ryapsiz, to'g'rimi? Nechta klient keldi, sir bo'lmasa, 1 yilda, ili 3 yilda veb-saytdan? Men aynan misol sanog'ini bilmayman, uni uzilish bo'lmaydi. Siz veb-saytda doimiy borsiz, demak klientlar ham doimiy bor. Kelaveradi. Kelaveradi. Shunisi ham. STM deyotganlari asosan sovunga chiqyapti. Xuddi shu MDH davlatlaridan. So'ng qayerga nomimni yozib Da, qo'yapti. shunaqalar bilan ham ishlaymiz. Ishlayapsizlarmi? Asosan Qozog'iston bilan ishlaymiz. Ha. Hozir ishlayapsiz o'sha. Ishlayapmiz. Xo'p, MDH deganda aynan eng katta mana odamning eksport xaritasi bo'ladi-da. Eksport qaysi davlat eng katta partiya moliyasini olishi muhim. Masalan, bizda Qozog'istonga oldingi yili 1 million dollarlik mol sotdik. Rossiyaga 2 million dollarlik mol sotdik. Sizlarda shunaqa qanaqa mana? Bizda Qozoq eng katta. Eng katta klient, to'g'ri? Ha, chunki u yerda setlar ko'p, aholi ko'p emas, set ko'p. Nechta mijozingiz bor Qozog'da? Qozog'da biz 2 donamiz bor. Ikkita mijoz bor. Ha, biz ko'p qilmaslikka harakat qilamiz. Bitta odam обязательно shu qo'yiladi bo'ldi. STM umuman boshqa odam. Ha, ikkinchisi u. U o'zini o'sha biror bitta brendi bor. Mani brendimda ishlaydi o'zini. Chiqarib beramiz. U Rossiyada Ingushetiya bizda yaxshi ishlaydi. To'g'ri. Ingushligi Kavkazga. Kavkazga. Yana Hozir mashina Gruziya, Ozarbayjon. ularga ham beryapsiz. Ularga. Ozarbayjon olyaptimi? Ozarbayjon oladi. Mana aziz do'stlar, yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar, O'zbekka qo'shilsanglar, bizani mana shu tadbirkorlarning zavodi, sexi, firmasiga tashrif davomida shu zavodni ko'rishinglar, o'rganishinglar, har qanaqa savollarni berib, mana ustozdan bilim olishinglar mumkin. Ya'ni bittada bunaqa zavodga kirib ko'rib olish imkoniyatini qo'lga kiritasizlar. Atak ko'chadan kelsanglar, umuman kirgizishmaydi. Eshik yopiq. Eshik yopiq. Avvaliga bu mollarimiz endi xudo xolisa eksportga tayyorlab qo'yilgan. Boya Bular? aytganimizdek bittan qilamiz-ku mana. Furaga Hozir bu eksportga mana Rossiyaga ketyapti bu, to'g'rimi? Rossiya Federatsiyasiga ketadi. Zo'r, zo'r. Bu qatga bo'la. Oke, 33 ta palet. Aha. Birinchi ortilib Hammasi. Rossiyaga. Hammasi Rossiya. Ha, bu yoqda ham bor, ozgina Qozog'iston ham bor. Ha, oxirida Qozog'iston ham bor. Qozog'istonniki ham bor. Zo'r. Mana haqiqiy eksportyor. Bitaboy ximiyachilar. Mana sizlar ham eksport yo'lga qo'yinglar. Qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol mana o'zi xom ashyosi Rossiyada chiqsa ham, bular shu Rossiyada chiqayotgan xom ashyosi bor. Rossiyada arzon bo'lsa ham, O'zbekistonda chiqarib, qimmat suvini olib borib sotishyapti. Xuddi shunaqa. Chunki sizlarniki arzon emas-da. Rossiya Sizlarniki sifatli. shunaqa. O'zi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan sovunlarning eng qimmati bizaniki. Ha, O'zbekistonda chiqadigan eng qimmat sovun zavodiga kelib qolamiz. O'zimiz ham bilmaymiz. Xush kelibsizlar. Endi bildik. Xo'p, ko'rgazmalarda ham qatnashasizlarmi? Qatnashamiz, hammasida ham emas. Bizani sohaga doirda qatnashamiz yoki bizani sohaga sal yaqiniga Xo'p, o'tgan ham boramiz. klient kelganmi?
Bizni ichki bozorda bu narsa Yo'q, chet elda. Mana Rossiyani ko'rgazmasida Beauty Rossiya bor. Qozog'istonigina shunaqa ko'rgazmada topganmiz. Ha. Rossiyanikini ham xuddi shunaqa ko'rgazmada. Italiyani bizni ko'rgazmada topganmiz borganimizda. Ko'rgazmaga borish hamma boradi-da. Hamma boradi. Оборудование, siriyot qidirish uchun. Lekin klient topish uchun ko'rgazma qanchalik sizga foydali bo'lgan? 100% kerak. Foydali bo'lgan. Qarang, veb-saytdan ham klient topdingiz, ko'rgazmadan ham topdingiz. Yana boshqa usullar bilasizmi eksport qilishni? Endi bittasi klient topish. Tanish bilish masalasi. Sizni chunki anaqangiz networkingiz juda katta. O'sha atrofda Mana tanish bilish. O'zbekda ham a'zo, hamma yo'llar klublarga, uyushmalarga a'zo bo'lib yurishadi. Chet ellarga ko'p sayohatga chiqishadi. Tinmay mana Germaniya, Chexiyaga yubordingiz, o'zingiz vaqtingiz bo'lmagan, to'g'rimi? Yana qayerga bordik? Sayohat bob bo'ladi o'zi bilan Kuvaytga bordilar. Tinishmaydimi? Shunaqa. Xo'p, Kuvaytdan hali klient urmadinglar? Kuvaytda hozir gaplashyapmiz. Gaplashyapsiz. Xudo xolasa Kuvaytga menimcha O'zbekistondan birinchi sovun shampun eksportyori bo'lsanglar Xudo kerak. xolasa uchrashuv belgilab berishdi. Bo'ldi. O'sha sizlar aytgan odamlar naqd elchixonaga chaqirishdi. Qo'ya. Sizlar orqali o'shani endi shuni gaplashib. Uchrashuv keyingi haftaga. Biznes missiyalarimizni foydasini mana Fabien suvini shampunlarda ko'rishimiz mumkin. Biznes missiyaga Kuvaytga biz bilan birga borib, Abror akam yubordilar Abdulla aka. Zo'r klient topib kelishdi. Mana Xudo xohlasa necha oy bo'ldi? 3 oy, 4 oy bo'ldi. Mana 3 oyda uje natija bo'lyapti. Xo'p, mana Abdulla sizga savol. O'zbekka 2 yildan beri a'zo bo'ldingiz, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Nima foyda oldingiz O'zbekdan? O'zbekiston biza o'zi qilib turgan eksport joylarimizdan tashqari yana qancha joylar borligini ko'rsatildi. O'sha yerga olib chiqib mana shunaqa bo'lib tayin joy deb aytildi. Reklama bo'ldi. Reklama bo'ldi. Ya'ni davlat miqyosidagi bo'layotgan uchrashuvlar, mana yo'llarga yurishlarda bizani yetaklab chiqildi. Mana shu bola o'sha производители sovuniga kir yuvgan degan ma'no bo'ldi. Ishonsang bo'laveradi. Internetlardan qanaqa foydalanish. Ekonomlar. Ayniqsa skeletda qanaqa ekonom qilishlar. Hamma sanoatlarni o'rganishga sababchi bo'ldi shu yerda. Sizlar sababchi bo'ldinglar. Salkam ikkita biznes missiyaga borishgan. Adashmasam hamma tadbirlarga jim bo'lsa siz kela olmasangiz Abror kelganlar-da. Keladi. Har bitta o'sha foto price bormi, любой dars bo'yicha Abror kelib, o'rada siz ham kelib, nima deyaptilar, nima qo'yilyapti deb hammasini o'rganildi. Orada bilganlarimizni Shuni olib terib, hamma o'zini yo'nalishiga moslab oladi, baribir. To'g'ri. Chunki sizlarda общий ma'noda aytiladi. To'g'ri. kim Yo'q, qanday nur? Qanday nur? Shunaqa. Xo'p, eksportni kimdan o'rganish kerak? Biznes trenerlardanmi yoki institutga borib o'qib o'rganish kerakmi? Yo, ishlab o'rganib o'zi sotib turgan tadbirkordan o'rganish kerakmi? Boshdan o'tgan tabiiy. Bizda ko'p tavsiyalar bo'lgan. Sizga kelishimizdan oldin. Keyin sizni tavsiya qilishganda nimalari bor ekan, o'zi nima ish qilarlar degan savol bo'ldi. Qarasa ekspert yo'q. Bo'ldi. Demak, rosa gazin tabiiy deyildi, keyin bordik. Mana kelajakda mana Abror yoki Abdullohdan ham mana shu bitta bu ximiya sohasidagilar eksport qilishni o'rgansanglar bo'ladi. Xudo xohlasa. Chunki bular haqiqiy tadbirkor, bizga o'xshagan, o'zimizdagi. Svoyi. Xo'p, endi mana bu qayerga ketyapti dedingiz? Bu Rossiya Federatsiyasi. Rossiyaga yangi klientingiz-da, to'g'rimi? Ha. Mana yangi klientga hozir mana O'zbekka nakleykasini yopishtiramiz. Mana fura, qani ketdik. Mana hozir Fabien sovunlarini Rossiyani Kavkaz, Ingushetiyadagi yangi klientga jo'natyapmiz. Fabien kompaniyasi bilan tez kunlarda Kuvayt davlatiga ham O'zbekistonning sovunlarini kir yuvishga jo'natamiz. Ya'ni O'zbekistonning sovuniga ham bir kir yuvishni. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana 60 dan akka yopib bormaylik o'zidan. Mana O'zbek Ingushetiyani zabt etmoqda. Sizlar ham eksportinglarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsanglar, eksportga oid eng oxirgi instrumentlar, bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, O'zbekka a'zo bo'linglar. Qani amin. Allohim shu dargohga tijoratlariga barakot bergin, rizqlarini karra-karra kengaytirgin. Butun dunyoni o'zbek tovarlari bilan egallashligini nasib etdigin. Xuddi qadimda Buxoroda chiqqan atir suvunlar Fransiyada sotilgan bo'lsa, Alloh sizlarga ham O'zbekistonda chiqqan suvunni Fransiyaga ham sotishni nasib etsin. O'ylamanglar aziz do'stlar, Fransiyada hamma ham boy emas. Ularga ham arzonroq tovarlar kerak. Alloh shu do'stlarimizning ishlariga barakot bersin. Kelajakda top 10 ta dunyodagi eng zo'r brendlardan biriga aylantirsin. Allohu akbar. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Ishlaringizga Darslaringizga rozi bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Xursandman.